kim 40 kun halol taomlansa, shu parhez qilib, qattiq harakat qilib 40 kun halol ovqat yesa, halol yashasa, Alloh taolo o'sha bandani yuzini nurli qilib qo'yar ekan va qalbidagi hikmat buloqlarini ochib qo'yar ekan aslar. Qalbidagi hikmatlarni tiliga olib chiqib qo'yar ekan. O'shuning uchun ham taqvodor, Allohdan qo'rqadigan, halol yashaydigan insonlarni Alloh yuziga nur berib, so'zini hikmatli qilib qo'yar ekanda. Shunaqa ulug' zotlar, doimiy ibodatda, taqvoda turgan, duogo'y insonlar bo'ladi, bilsangiz, borib suhbatlashib rohatlanasiz. Yuziga qarab rohatlanasiz. Yuzida nur bor, so'zida hikmat bor. Nima uchun? Chunki u doim halol taomlanganda, halol yashagan. Ana shuning uchun halollikka harakat qilish kerak.